Yana bitta qadrdonlar ko'ryapsizlarmi? Shunaqangi baquvvat to'sinlar 5 metrlik ekan, 140 ming so'm ekan. Bo'ldi, ko'ringlar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, har xil to'sinlar bor. Mana ko'rib turibsizlar. Vassalik, strapilalik hammasidan bor ekan. Xo'sh, mana bu 6 metrlik to'sinlarimiz 170 ming so'mdan boshlanadi bir donasi. Juda ham baquvvat bo'ladi. Xohlasangiz mana 5 metrliklari bor. Ustaga monolarimiz qancha edi 5 metrliklar? Monolar 180 ming so'mdan. Xo'sh, 5 metrlik to'sinlarimiz mana mosi 155 ming so'm ekan. 150 mingdan boshlanib 200 ming so'mgacha tanlab olib ketaverasizlar. Xohlasangiz mana bu 200 ming 140 ming so'mdan boshlanar ekan 5 metrlik to'sinlar. Mana baqotlari 5 metrlik 200 ming so'm ekan qadrdonlar. Mana bularimiz esa 4 metrlik 150 ming so'mlik varianti. Bularda 80 ming so'mdan 160 ming so'mgacha har xil variantlarda bor. Ob'yomni ko'rib turibsizlar. Har 12 oy bo'ladi, xudo xolasa. Mana bu to'sinlarimiz qanchadan edi usta aka? 3,5 metrlikmidi? Qancha bularimiz narxi? Qancha? 60 ming so'm 3 metrlik to'sinlar qadrdonlar. Mana bularimiz usta aka? 2 metrlik bular? 25 ming so'mdan bularda oyvon-poyvonga qo'shilgan vaqti zo'ridan bular. Bu yerda xohlasangiz vassalik, strapilar, reykalik hammasidan bor. Manzil Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Katta Qashqar qishlog'idan turibdi. Mana xudo xolasa mana yuklashib, xudo xolasa yuklatib berish ichida butun O'zbekiston bo'yicha yetkazilgan, ya'ni yetkazib berishaveradi kelishilgan arzon narxlarda. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar.